Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tak, men 6, 7, 8 iyun kunlarida yugurganim yo'q. Keyin yana 9-dan boshlab yugurdim. U 17 kun yugurgandan keyin 18, 19, 20 kunlarga to'g'ri keladi. Ularni yugurdim. Faqat 9-dan boshlab o'sha 18da davom ettirdim. O'zi hayitni birinchi kunida dam oldim. 2-3 kunlarda taomlarga qarashyordim. Ular qassoblar. Bugun 21-kun yugurdim. Shuni aytib qo'ymoqchi edim. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, Xudo xolasa ertaga 22-kun yuguraman.